Og'aylar Bekavul bu mana shu davrani raisi, boshlig'i. Oq qiladimi, ko'k qiladimi, shu insonga itoat qilishimiz kerak. Birinchisidan. Yordamchisi Bobxon Cho'g'on, Boburxon. Gapni quloq solinglar. Endi mana kuzatib turamiz. Hech kimni to'y egasi bilan Bekavuldan zotni tortib olishga haqqi yo'q. Hech kimni. O qarz berayotgan yo'q. Ya birovni qarzini uzayotgan yo'q. Bu ehson eski bobolarimiz aytardi, bu davra, bu maydonda oshi, lekin halol degan narsani olinglar deb nasihat qilardi. Halol degan zotga bor, chavog'an qaysing bo'lsang ham. Men eshityapman, bormagan bo'lsam ham bitta ikkita shoxi bor chiqibdi, Bekavuldan tortib oladigan usulni qo'llayotganimiz sizlar. Ey, tilamchilik kambag'allikka qo'yilgan birinchi qadam. Mana bu narsani esdan chiqarmang. Kimki bir narsani tilanib oladi, kambag'allikka qo'yilgan birinchi qadam, kambag'allikning eshigini ochibdi degan. Bu sahih hadis bu. Shuning uchun bo'ldi halol degan gapni borasan, shu Bekavul halol degan bo'lsa, zotini olasan, ko'p to'yning lekin buzilishiga yana bitta katta sababchi Bekavulning ham aybi bo'ladi. Bekavul adolat qilmaydi, to'yda urush, nizo kelib chiqadi. İnşallah mana Xudo xolasa bugun har eldan oqsoqol chiqsin. Har davradan oqsoqol chiqsin. Bu oqsoqolchilik bu ming yillardan beri davom etayotgan ish bu. Shuning uchun mana bugungi oqsoqolga qolaversa, mana Yunusjon bovasini xotirlab mana shu bugun elga osh, non berib baholi qudrat yuklari beryapti. Mana shu o'tganlarimizni haqqiga qolaversa, tiriklarning haqqiga, chavog'anlarning haqqiga bir qo'l ochib duo qilamiz. Otalarning haqqiga, bobolarning haqqiga bir qo'l ochib duo qilamiz. Ilohomin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigoro, 18 ming olamni yaratuvchi zotga hamd. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Mana shu bugungi kunda fayzli, barakotli qilganligi rost bo'lsin. Shu yerda qo'l ochib turgan insonlarni umrlarini uzoq qilsin, rizqlarini butun qilsin. Nimaiki istagi, niyati, maqsadlari bo'lsa, Xudo taolo o'zi hosil qilsin. Parvardigor shu kunga sababchi bo'lib turgan go'daklarni ham umrini uzoq, rizqini butun qilsin. Parvardigor o'tgan mahkam bo'lamizni ham Xudo taolo yotar joylarini jannat bog'laridan bir bog'ga aylantirsin. Izidan qolgan farzand va zurriyotlariga chiroyli sabr jamil, rushd hidoyat ato qilsin. Parvardigoro, bu dunyo o'tkinchi dunyo. O'tkinchi dunyoda bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatni o'rtamizdan ko'tarmagin. Arzimas bu dunyo matohi bir uloq yoki ot yoki tuya insonning bahosi bo'lib qolmasin. Bo'ldi halol degan zotni oborib bola-chaqang bilan, xursandchilik bilan safarlaring bexatar bo'lib, yorug' yuz bilan manzillaringga borishni Alloh nasib etsin. Haq bu Allohning bir sifati. Bugungi Bekavulga ham Xudo taoloning nazaridan chetga qolmay, haq gapni tortadigan, birovni kuydirmaydigan, Xudo taoloning nazaridan chetga qolmaydigan inson bo'lib vaqtida yetkazishni Alloh nasib etsin. Minib turgan markablaringni ham qayerga borsalaring Xudo taolo sizlarni xursand qiladigan, har qanday yiqildish, surildidan, har qanday kasallik, shikastlardan o'z panohida asrasin. Yigitlarga ham Xudo taolo kuch, quvvat bersin. Umrlaring uzoq, rizqlaring butun bo'lsin. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rahmatika ya Allohu akbar. Mana Bekavul o'zining qoidasini tushuntiradi. Iloji boricha aylanaysizlardan bu o'tkinchi dunyo. Shu bugun hamma zotda olsang ham o'tasan. Bu dunyoda kuch ham, husn ham, hamma narsa vaqtinchalik. Lekin sen o'tgandan keyin hech bo'lmasa bir urug'ing, bir qavming mana shu mahkam bo'yda eslab, chiroyli xotirlaydigan insonlar bo'lgan. Amin. Allohu akbar.